Qozog'istonning qarori bo'yicha ta'zir va zo'ravonlik bo'yicha. Mana ta'zir o'tkazib, zo'ravonlik o'tkazib. Nima bo'lgan? Kecha Urganmi yo tagiga? Urib, hammasini tan jarohat. Hamma bola urdi. Telegramimizga bundan Men yomon ko'rsatibdi. Hozir hamma videolarni tashlayveraman. Atalar boshqa bola qoralab eshitdi. Ha, o'shida mashinasi ham bor. Alohida e'tiborga olish kerak. 87. 97. Ha, 87 mi? Voy to'xta. Yo'q, 87 ni o'zini yozib. 87, ha. 634 634 86 85. 86 85. Telegramimizdan shunda? Yo'q, Telegram yo'q bunda. Telegram yo'qmi? Qaysida Telegram? Bunda shu yerda bor. Mana shu Ha, bu Telegram yo'qmi? Mana saqlaydi sizniki, Meniki lekin Telegramim bor-da shunda. bo'ldi, men saqlaydim. Menga tashlasangiz, u bu narsa yozib qo'ying. Kerak. Unda begzod chiqib olib ketuvdi shu an. Hozir sen quduqdasanda, og'ir tosh bo'lib quduqqa nesa что tashlab qo'ydi. O'shanda tortib olish kerak. Qanaqa qilsan aralashib qolasan, sen ularni davomiga tushib qolasan. Men ukoni borib chiroyli qilib olib kel dedim. Bir chekkadan. Ular o'sha senga uyushtirib, нападение qilishga tayyordi. O'tgan safar ham Gunchehra bilan eri hammasi seni qanaqa qildi? Seningga aytdiki, ikkita lunjini yirtib, nima butulkani tiqib olaman. Keyin dedim, mundoq qarasam, haligi joyda mana oyimchi hijob o'rab olib kirdi chiqdi qiladigan. U mani qizni o'rtoqlar bilan o'tirsa, haligi skameykada buni gapirdi. Ikkita anitini ushlab lunjini ochib, ichiga butulka tiqaman. Qiz bolaga gapiradigan gapmi? Haqorat jalab dedi. Meni jalab dedi. Hop men katta xotdim. Bu qayda nima qilibdi jalablik qil? Men farzandimni haqorat qilibdi. Men u bilan bitta bo'lib, haligi 4-etaj bilan 1-etaj kirdi chiqdi qiladigan. Manda fen so'rardi, dazmol so'rardi. Meni soch quritadigan fen bilan dazmol, mana dazmol pilisos so'rdi bersam, sindirib buzib menga jinni qilib jinni ketdi. Katta ro'zg'or produkti eriga oldiradi, bitta narsani oldira olmaydimi? Men shundoqda unaqa narsa yo'q, bitovoy texnika. Men shaxsiy gigiyenamku men bermay qo'ydim. Berib turib yomon bo'lganda, bermay turib yomon bo'lganim yaxshi, eshigimni ochmayman. Shakar so'rab keladi, u narsalar so'rab keladi, u bu narsa yo'q. Inoha deb men ikkita yetim boqdim, bitimmi shunisi deb gapirma, men gapirtganda tushuntirdim, hurmat bo'ladi kattalar ichida. Enaki bitim sidirib tashlamaydim, yetim boqaman, mana uyali ozgina erli bandasilar ku deyishim, qattiq ochmadim, qattiq botdi. Mayli nima bo'lsa ham, manaqa soklarni berib, pechenyelarni